Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Nima gap? Admiral Gameplay kanali har doimgidek sizlar bilan. Привет, друзья deb chiqdim kelmadi. Xo'p. Do'stlar, bugun sizlar bilan RDR 2 o'yinini o'ynaymiz. Mazza qilib dam olamiz degan umiddaman. Xo'p. Hozir bu o'yinni o'zi yangi tortib oldik Rockstardan, ammo juda ham qimmat ekan, vahshiy qimmat ekan, qorinda og'ritadigan darajada qimmat ekan. İchda yurg'iz bor edigan darajada qimmat ekan, lekin baribir bitta obunachimiz kommentariyada aka Red Dead nima Competitionmi bir narsa degan o'yinda o'ynayman degan ekanlar. Bu o'yinni o'zi faqat men videolarda ko'rganman YouTube'larda, lekin o'zini o'ynab ko'rmaganman. Bitta videolarini ko'rganman. Bu degani bilaman degani bas, bilmayman bu o'yinni qanaqa, nima haqida, o'zi kim bo'ladi, bosh roldagi personaj kim, uni qanaqa, qaysi, ismi nima bilmayman, hech qanaqasini. Keyin yana bitta ma'lumot do'stlar, bu Reddit o'yinini Reddit 2 o'yinini yangilangan versiyasi ekan, o'sha Rockstarga kirsalaring, yozsalaring o'zi chiqadi. Narxini o'shanda o'zlaring bitta bilib olishlaring mumkin. Ne qilsa tezlashardi menimcha. Vaqt ketib qoldi-yu. Qayergadir borish kerak bu bilan hozir menimcha. Shunaqa. Bu haqqa ketyapsan. Ot muzlab bo'ladi hozir bor, o'shanaveringlar. Lekin grafikani yorib qo'yishgan ekan bor. Gap bo'lishi mumkin bas grafikaga. O'zim ham yangilangan versiya deganda bildim o'zi o'ynab ko'rmagan bo'lsam ham grafikasi kuchli bo'lsa kerak deb o'yladim. Aytilganicha haqiqatda grafikasi kuchli ekan, bor. Gap yo'q lekin grafikaga. O'zingizlardan so'rasak do'stlar, nima gaplar, nimalar ketopti olamda, nimalar bo'lyapti? Yaxshimi, qanday hayot bu? Yaxshimi bo'lyaptimi? Bizdan so'rasanglar yaxshi, har doimgidek bo'lyapti. Bu yoqqa tashab yuribmiz. Maynimiz. Hozir endi ozgina vaqt ketadi bu o'yinni tushunib olishimizga ham. Menimcha bu o'yinni o'ynash oson, anaqa boshqarish oson, chunki GTA bilan почти bir xil ekan. GTA bilan bir xil ekan. Shuning uchun ham o'rganib ketishimiz oson bo'ladi. Maksimalniy darajada qiziqroq obzor qilib, qiziqarliroq video qilishga harakat qilaman. Hop. Probelni bossa. Sakrar ekan ot. Shuni kutdim men lekin. Probelni bossa ot sakrar ekan. Malades. Lekin mana muzlama qorga keladigan bo'lsa, gap bo'lishi mumkin bas do'stlar. Qaranglar buni. Xo'p, nima deyapti? Bo'ldi. F da menimcha tushar ekan. R da boradigan manzilni ko'rsatadimi shunda nima bo'ladi? Yo, R da esa tushunma. F da esa menimcha ortdan tushsa kerak. Pastda o'zi ko'rsatib ketar ekan. Grafikasi kuchliligidan kompyuter ham dodda boryapti, bor o'shanaveringlar. Kompyuter pechka bo'lib qolyapti. Ana jonmi nimadir os qolyapti bizda? Otdami bizdami? Ko'rsatyapti jondimi men nimani? Hop, ana personajimiz ham otdan tushdi nihoyat. Shu bilan endi Competition ismi nima buni? Datchem. Bizda fanar yo'qmi? You two, get yourself out of sight.
One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of them. Xo'p do'stlar, videomizga like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan qiziqarli videolar hali oldinda sizlarni kutib turibdi. O'sha videolarni o'tkazvormaslik uchun like tugmasini bosib qo'yinglar, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar uchun harakatdamiz. Kommentariyaga xohlagan birorta smile jo'natasizlarmi, komment yozasizlarmi, kamchilik yozasizlarmi, maqtaysizlarmi, o'zlaringiz ixtiyorlaringda yozinglar, nima bo'lsa ham. Kommentariyani ham to'ldirib tashlaylar. Nimadir qilish kerakmi albatta, tushunmayapman men. Xilab do'stlar, buni hozir bitta narsa qilishimiz kerak, biz tarjima qilib ko'rishimiz kerak. Men to'g'risi ruschani uncha tushunmayman, bilmayman. Shuning uchun ham tarjimondan foydalanib ko'ramiz. Do'stlar, bo'ldi, omborga borishimiz kerak ekan. Ombor qayerda endi? Shetma ombor. Bo'ldi, tushundim menimcha. Ombor. Ombor qayerda, buni kim biladi? İde xlev deyapti. Omborni topishimiz kerak ekan do'stlar. Mashina ombor. Qayerda u ombor? Netuda xlev. Sana mana omborga boring va Q harfini yozing. Nima qilyapti bu, tushunmayapman. Я сказал, Artur я сказал, xlev. O'zing ochsang, men o'sha omborda ishingni men ushlab turaman shu lampani. Sen nima bir narsa xaritada belgilangan hech yo'q. Mana o'sha ombor degan joy. Mana sara joymikin? Eshik yo'q u yerda.
me. Hello? Oh, well, Ha, tushundim. Omborga borib, I am very sorry. do'stlar, mana biz hammasiga tarjimon My aybdor. friends and I, well, we got into Omborga boring va eshikni ochish uchun Q harfini ezing deyapti. gentlemen. Qilish kerak. Can't help you, mister. Bekinish uchun deyish kerak. I got Uni orqadan kimdir chiqyapti. We got a problem. Artur. Artur. There's a body in the wagon. I hear you. Just keep your eyes on Dutch. I think you should go now, buddy. Now, friend, I ain't asking for much. Please, I am kind of desperate. Hey, I don't believe it. Come here, partner. Come here. It's goddamn Dutch Vanderlyn, you morons! Colm is gonna shit his pants. Put your hands up. Oy! Öldü. Top in the window. Damn it. Goddamn bastards, you're dead now! Ot! Got a runner. See him, Arthur? Uy uy uy. Akala. Nima bo'libdi? Bo'ldi. Dushman bartaraf qilindi. Bu anaqa o'yin ekanda bu. Micah, Hali. don't bring the horses closer to the house. Ha, muzikasini o'xshatishga Let's go harakat qiladi. search the cabin. Esladingmi? O'sha o'yin ekanda bu. Tu Turn the place upside down. tu Need the utensils, Voy to'xtadi-yu. medicine, whiskey. Bo'ldi, chalg'imaymiz. Loye deb qo'yadi orada. Xo'p. Bo'ldi. O'g'o nima qildik? Topolmadingizmi? O'ziga kerak narsa bu uydan. Maybe they're Nima oqtaryapti-kini? Pul oqtaryaptimi-kin? Oltin polton oqtaryaptimi-kin? Lesterda uyga o'xshab ketar ekan, betartibligan. Trevorda, Lesterda deb Trevorda uyga o'xshab ketar ekan. Trevorga ham xuddi shunaqa endi, lekin o'sha davrda menimcha bu uy bizniki bo'lsa kerak endi. O, ikkinchi etajmi? Tushunmadimmi? Yaxshi. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Uy ertalab tushdimi sirazi? Yo'q, adashibman. Menga uy ekan bu. Do'stlar. Bizni uyimiz ekan bu, do'stlar. Lekin qoyil bor. O'zing uchun o'lyaptim bo'pti-da. Gap yo'q, lekin bunaqa sovuqda boshpana, bunaqa issiq boshpana topish muammo. Xo'p, nima qilaylik endi? Nimadirni kutyapti, nimadir qilish kerak baki kelib. Harfini ez deyaptimi, nima deyapti? Ozgina qoch, dam ol deyaptimi? Nimadir qilish kerak-da bu.
Mana. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it, put it down. O, realniy rasm ekan lekin. O. Nima deyapti? Хорошо. Хорошо. Bo'ldi ye. Dori chekib oldim. You should eat something now. Get your strength up for the ride back. Kashanday. Keep searching while I pack these on the horses. Bo'ling endi og'a. Sizni kutaverib ko'zlarimiz Grab to'r bo'lib anything you ketdi-yu. think we can use, then meet me out here. Dachda ot ekan bu menimcha. Micah, Arthur. Mika Artur. Mikani otimi bu tushunmadim. Anything in that barn. Artur biz basmizmi? Search the cabin. See what we missed. Sure. Хорошо. Ambar. Otga qaysidan chiqardi? Tog'ola. Going to check that barn? Arthur, what are you doing? Go look. In the barn. Qanaqadir harib chiqyapti-da. Ezvorda otam qimillaverib. Vah. E harfini ezish kerakmi? Tushunmayapman.
Otib tashlayman hozir bor, mana shu otlarni bor. Ha bu ham jonga tegdi, ezvordi bor. Hop, qayergadir bor deyapti odam, nima deyapti-da, vallahi omborga bor deyapti. Ha, mana bu yerda ekan u. Do'stlar, chalg'ib qolyapmiz, ozgina me'mor uzr. Bastard shot my cut. Well, he started it. I'm gonna break your neck. What's going on? Vau, anaqa tekkin ekan bu, tekkin. Did he now? Yomon urar ekan lekin. Ana urganda ekran qimillab ketyapti, kadr bor. No. Biz otlamayapti ekan. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch would talk. Where's Colm, O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. It's okay. Yeah, good boy. Yaxshi ot, yaxshi ot. Ketdi, yaxshi ot, oposh ot. Urvin 1. Otga ega bo'ldik. Qani endi minsa bo'ladimi shu otni? Tog'am minaylik. He's dealt with. Tog'am minaylik otni. Silab. Ot bilan hazillashma. Tiqib taylaydi agar boru. Burib tiqib taylaydi boru, ot bilan hazillashma. Dach. Ha, uni otlar xashaki otlar ekan, boru ishonaveringlar, xashaki otlar ekan. Yo'q. Leave her alone. Ya, ana bo'lmasa. Yo, o't ketadi hozir. O't ketadi hozir. It is gonna be okay. Tegmay turinglar, qochinglar, men o'zim gaplashaman. Qoch. No harm. Tegma. Miss. To'xta, ber pichoqni. It'll be okay. Eringni o'zi biz bilan urushdi. Biz otmoqchi bas edik. Shu otganimizda o'qimizni to'g'risiga o'zi turib oldi-da. Adler. Ketdi endi, ketamiz. Yaxshi bitta zo'r joy bor sanga. Solib, ana joyiga joylashtirib. Bo'ldi do'stlar. Red Dead Competition. Ha. Aha.
He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong, and he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Yeah. Arthur, how you doing? For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Do'stlar, bunaqa kачествоda menimcha Hey, I see nechuncha kompyuter olib bera olmasa ham kerak. Let's hope it ain't more of Kompyuter O'Driscoll. ozgina qiziyapti, case. Well, Kачестволigi vashshe kuchli, zo'r ekan bor. Kачествоga gap yo'q bor. recently. And Kачество haqiqatda zo'r ishlangan ekan. there's some tracks leading to the river. Odamni qaranglar. Yeah. Whoa. Kimdir bor bu yerda. See, they continue up that way. I can see the tracks here, Arthur. Few hours ago, most. Where you going? Uy. Nima qilyapsan? Stay on these tracks, come on. Uyda. Tepardi hozir. Nima qildi? Hozir o'zi ham tushunmay shekilli. Ana biz anaqamiz. What are you doing? We get split up and die out here. Una, yetib olamiz hozir. These are horse tracks. Va, buni qaranglar do'stlar. Archani bayiga tegsa qora to'kilib ketyapti o'rniga. Yo'q, qoyil lekin boru. What really happened? Og'a sizga qoyil og'a. Money, it seemed. Fine. And suddenly they Otish were everywhere. kerakmikin? Bounty hunters? No, Pinkerton. It was crazy. Raining bullets. Mana izi bo'ylab ketyapmiz. Iz bo'ylab. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. Xo'p. Bu birorta jinoyatchimi yoki birorta do'stimizmi bizi? Men shunga tushunmayapman. Buni o'zi o'yinda Mac and John nima haqidaligini ozgina tushuncha berib o'tib ketish kerak edi. Endi men nima haqidaligini umuman qiziqmadim. Prosta tak, prosta. Bitta o'yinni yangi boshlaysiz. Qanaqa reaksiyalar bilan boshlaysiz masalan? O'shanaqa bo'lishini xohladim va shuning uchun ham hech qanaqa bir tafsilot, hech qanaqa bir nima, Damn bir snow's coming in hard again. birorta bir tracks if we don't move fast. naqasini ma'lumotini aytmadim. Ma'lumotini aytolmadim to'g'rirog'i, chunki menda ma'lumotlari yo'q buni. O'zimcha, tushunganimcha, bilganimcha tanishtirib o'tishni xohladim. Sizlarga yoqyapti degan umiddaman. Endi ora-orada to'xtalishlar bo'lib Careful, it's qolyapti. getting narrow here. O'yinni to'liq tushunmaganim sababi. Shu qayerdan chiqib ketamiz shunda? Qo'rqinchli joylar ekan. Tushib ketsa o'lib ketadigan joylar ekan. Perevalga o'xshar ekan. A lot of fresh snow here. I don't know about this, Pereval. Javier. Yo, Pereval 100 yil oldingi ko'rinishi bo'lishi ham mumkin shu. Maybe we'll pick up the trail again. Almost there. Bo'ldi. Sakrama. Anaqasi, otni jonini qo'yib qo'yibdi, otni. Tuyog'i bilan, menimcha jonini qo'yib qo'yibdi. Tepalik. John was right. Va, mana o'lik. Blackwater. Topildi oxiri. Let's see if he can hear us. Come on. Up there.
Ketdi bo'ldi. He's coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. I grabbed that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? You getting that gun then? Ya'ni rasmda chizardik tog'ladi. O'shanga o'xshab qoldi. Обычный. Uy, qurollari bor ekan. Shotgun. Come on. Tennesayskaya nima bu? Tushunmadim. Личное оружие, ковбой, дробовик. Come on. You want your pistol? Fine. Let's just get going. Ha, bo'ldi. Otlar betdan tushalmaydi, to'g'ri. Shu qanot tush. Dumalab ketadi-yu, hayotda batdan tushsa. You're telling me. Dumalab ketish hech gap emas. Temboli bunaqa anaqada, seg'anchiq muzlamada temboli. Qanday masalan? Qanday masalan tushadi? Juda tushib ketadi-da, Watch pastga. out here. Hozir уже bunda qarasa yuradigan yo'lga ham o'xshamaydi o'zi. Watch your head here. Pasayarkan bundan qilsa. Yaxshi, lekin Good now. Watch your step. It's real slippery. Stay close to the wall. Up here. Come on. Gap here. That sounds closer now. Come on. We're coming, John. ovqatlanib olish kerak ekan, orada. Qo'yil, lekin boru kuch ko'pagan biratdi. Let's keep moving then. Come on. John, where are you? Marston! John! John, you there? I'm here! Out of the ledge! That's John. We're coming. Over here! He's down here. Down here! All right! Pipe down, Marston! Yaxshi ham shirik bor-a. That's quite Bo'lmasa men stretch bu you got joylarda there. nima adashib qolgan bo'lardim. Never thought I'd say this, but Mana good to see you, Arthur Morgan. topdik o'sha odamni. O'sha yaradorni topdik. Well, Bu tog'larning orasida o'lib ketishi hech nima bas. let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. Kuch ko'pagan biratdi boru. I told Dutch you Nima weren't edi right oti? back. Arturmidi, Jonmidi, Sure you did. Mikelmidi, nima edi? You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Bo'ri. Look up there. Perfect. I'll distract him while you get to the horses. Go. Draw them off. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur.
of here. Draw them off us, Arthur. Bring them this way. Hold on. Okay, let's get going before any more of these bastards show up. Mana do'stlar, o'zinglar ko'rib turibsizlar. No guys, no Back to guys. the others. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. Umuman ko'rinmayapti. Hech narsa ko'rinmayapti. Got Voy, the butt jarli bor ekan. died. Mana shu Ronni orqasidan ketaveramiz. Ron bas Jon edi, Jon. Not yet. GTAda odamlar ismiga adashtirib olyapman. Dijon. Ron degan Trevorning xolasimi bo'lardi. Ha, xolami bilmayman. Ha, More of them. jiyanmi, xolami? Get the hell out of here! Get out! Shit, there's more on the right. We got more wolves on the left. Aléjate de mí. Get out of here! You see any more, Arthur? Don't think so. Gee. Yes. You still. This, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. Bo'rilar hujum qilib qoldi-yu. And Arthur always said She bo'ldi-yu. I'm lucky. None of us are lucky right now. Yeb olishardi. Biz chaqaganda bor. Men bo'lmaganimda bor. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, Oh, shu suvlardan ham o'tib ketaverar ekan bu. story for that scar. So, freezing, Ya bu ot muzlab o'ladi-yu, bu ot. and eating to death ain't Qanday bu suvdan yuryapti bu? Here, let's cross. Jonni ham otga rahmi kelmas ekan. Yeah, come on. Ot ham hayvon, Jon tog'o. Bu ot bo'lmasa bilasizmi, biz qancha masofani bosib o'tyapti bu ot. Nearly there. Kak mashina-yu bu. Come on! Someone help John down off this horse. We get some help. Okay. Tugadimi shunda? We got some help. Need some help here. Come on, help him down. Vo. Bo'ldi. Nima bu shunda? There we go. Ay! Erama shuni. Idiotas, it's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Thank you. Dadasi kelin deyapti. Ichkariga olib kirib. Not today. Menga bo'rilar hujum qildi. Mana bu ikki shaxs meni qutqarib qoldi. Jon dadasi. Qaytdimi? We found shelter. Ovchilikka chiqmaydim. Here, some old abandoned Ayni mining nimasini town aytasan, while we xotin. fall. Hardly the spring out Chotga abzor bo'lyapti. Xo'p, bo'ldi. Missiyani qildik. Yana missiyalar bizni kutib turibdi. Menimcha, lekin we get warm. va metta opa bor ekanlar. Ehtiyot bizga xizmat yo'qmi opa? Xizmat bo'lsa yengil o'zimga aytavering. O'zim kelaman. Acha. Bo'ldi. Chiqamiz bo'ldi. Nimiz? Bo'ldi, yaxshi. Xo'p. Yuzim aynasini yotibdi va o't yoniyor. Qanday tushunish mumkin buni? Ism edi bu. Always have. Xo'p do'stlar, bugun mana Red Dead 2 o'yinini ham yangilangan Verizon o'yinini ham o'ynab
o'ynab ko'rdik, mana tanishtiruv marosimi bu to'g'rirog'i. Ozgina savol nima deyapti? Nimadir? Bu o'tir. Yaxshi. Xo'p, mana buni tog'a bilan ham tanishib oldik. Ismi Artur ekan, adashmasam. Artur bo'lmasligi ham mumkin. Xo'p. Sizlar bilan Admiral Gameplay kanali bo'ldi. Chiroyli qilib, qo'limizdan kelgancha cho'tka qilib obzorni qilishga harakat qildik. Qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Kommentariyaga o'z fikrlaringni qoldirish esdan chiqmasin. Xato kamchiliklarga uzr so'raymiz. Xato kamchiliklar doimiy videolarimizda bo'lyapti, bo'lmayapti bas. Ularga uzr so'raymiz. Sizlar bilan Admiral Gameplay kanali bo'ldi. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.